Demek chorak final o'yinlarimiz boshlandi. All Stars hamda alhamdulillah jamoalar birgalikda bahs olib borishadi. Demak, birinchi o'yinda birinchi ban Chuxin All Star jamoasi tomonidan ban qilinyapti. Navbat alhamdulillah jamoasiga. Demak, GT navbat yana ko'klarga Agent 007 tomonidan ban qilinadi. Moskov yaxshi. Navbat qizillarga Ocean. Navbatdagi ban qilish uchun giroyni tanlab berish imkoniyatiga ega. Demak, mapda ko'proq kus bo'ladi, nazar o'ynasa bo'ladi. Demak, Nathan ban bo'lyapti. Birinchi pik demak Lancelot bo'lyapti All Stars'dan. Demak, Kaneki tomonidan Ken ekan. Kaneki Ken tomonidan Angel olindi. Baichi esa Ocean'ga alishdular. Foyi solinmoqda. Navbat yana ko'klarda navbatdagi piklarni amalga oshirishadi. Demak, hozirgi chorak final o'yinlarida stream bo'lmayapti. Stream xudo finalda hamda 3-o'rin o'yinlari uchun qilamiz. Ungacha o'yinlar YouTube'ga ekran yozib olingan holda yaxshi kачествоda joylanyapti. Xo'p, demak, ko'klar Fasha hamda Gatotgacha olishdi. Navbat yana qizillarga. Xo'p, demak, shu vaqtgacha bu 3-o'yin bo'lishi kerak edi. Bitta o'yinimizda qoldirildi. Boshqa kuni bo'ladi. Kecha esa Neverland 2 hamda Nekoma jamoalari o'ynashi kerak edi, ammo Nekomaning o'yinchilari yiqilmagani sababli ular mag'lubiyatni qabul qilishdi. Demak, birinchi polfinal, yarim final ishtirokchisi Neverland 2 jamoasi bo'ldi. Ular yuqori pog'onaga joylashdi. Ularning raqiblari Juggernaut yoki Futurist Head jamoalari bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, qizillar Baiti tomonidan Ritual tanlanmoqda va qizillarda 3-ban. Ammo ular 3-banni amalga oshirishmadi. Xo'p, demak, ko'klar esa Yisun Shinni ban qilishyapti. Navbat yana qizillarga pik borasida o'tyapti. Bular esa All Stars hamda Team Alhamdulillah jamoalaridan biri g'alaba qozonsa, ular ertaga bo'ladigan Be Careful hamda Neverland jamoalariga qarama-qarshilikda g'alaba qozongan jamoa bilan o'ynashlari mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, qizillar Grokni tanladi. Uja kuchsiz komandaning o'zi qolmadi. O'zi hech qaysi komanda kuchsiz emas, chunki komandalar bir-biridan kuchli edi va o'yinlar shunga yarasha qiziq bo'lyapti. Comebacklarga boy ajoyib ketayotgandi. Xo'p, demak, All Stars jamoasi Esmeralda hamda Obsidianlarni olishdi va jamoalari to'liq bo'ldi. Xo'sh, demak, qizillar esa so'nggi Lesnikni oladi. U kim bo'lishi mumkin? Demak, joy olinmoqda. Xo'p, demak, All Stars jamoasi Default, Lancelot, Agent 007, Fasha, OG's Back, Gatotgacha, Akon 040, Obsidian hamda
Ups All Creeds Esmeraldalarni olgan bo'lsa, ularga qarshi Team Alhamdulillah jamoasi Bayji tomonidan Iritial, Ocean tomonidan Furious, Kaneki Ken tomonidan Angela hamda Nos Free One tomonidan Grok olingan bo'lsa, Vivishaya tomonidan esa Joy olindi. Yana eslatib o'taman, mapda juda ham ko'p kuz, ya'ni o'tlar bor. Bemalol krisali qilib o'ynashlari mumkin. Kerepaqa Lord buff chopish uchun katta imkoniyatga ega. O'yin boshidaman aniq bilaman, Esmeraldani kuchi ko'proq. Angela Max sifatida midda o'ynaydi. Gatotgacha hujum qilishyapti. Grok bilan Angela bu yerda Lancelot ularga qarshi Fasha yetib keldi va Lancelotdan hujum Grokka bo'ldi, ammo oxirigacha emas. Bu yerda o'yin startida Iritial ozgina qiynalmoqda. Deyishimiz mumkin bu. Adashgan ko'rinaman, lekin Angela bu yerda yo'q, Esmeralda bu yerda bari kuchliroq edi. Bu yerda esa hozir Obsidian tomonidan birinchi kill, ko'klar birinchi killni amalga oshirishdi va ularga nisbatan hujum bo'lishi mumkin edi, lekin bu yerda Fasha qochib ketmoqda. Joy hozircha faqat buff olish bilan ovora. Lancelot allaqachon 4-level bo'ldi, Joy esa hali ham 3. Fovisdan hujum bo'lyapti, Lancelotdan hujum Fovisga nisbatan yo'q. Bashnaga chekini birinchi Cherepaqagacha 15 soniya vaqt qolmoqda. Demak, hozir bir jang ko'rishimiz mumkin. Demak, Lancelotdan hujum Joyga nisbatan Grokda ham shu yerda Groklar Gatotgacha o'lishi mumkin. Bu yerda Joydan hujum bo'lyapti. Va Fovis tomonidan birinchi navbatdagi kellamani o'chirmoqda. 1-1 hisob bo'yicha Lancelot hozir Cherepaqani urmoqda. Fovis bilan Grok esa Esmeraldaga hujum qildi. Va ular Lancelotga ham hujum qilishmoqda. Bu yerda esa Fovis bo'lishi mumkin. Fovisning ultimate berilmoqda va birinchi Cherepaqani kim oladi va Esmeralda tomonidan birinchi Cherepaqa olib ketilmoqda. Joy bu yerda ulgurmay qoldi. Lancelot esa ozgina joy bilan qochib ketdi. Yuqorida esa Iritial hamda Obsidian bir-birlarini o'ldirishdi. Va bu yerda Esmeralda hujum bo'lyapti. Angelodan ultimate berildi. Fovis hujum davom etmoqda. Ultimate bilan kirib bermoqda. Fovis bu yerda o'zi o'lishi mumkin. Yo'q, Lancelotni o'ldirib ketdi. Navbatdagi Angelodan ultimate berilmoqda. Esmeralda o'ldirildi. Yo'q, Fovis Fasha o'ldirildi. Esmeralda o'lmadi. Esmeralda esa bu yerda Fovisni o'ldirib ketdi. Gatotgacha ultimate va unga Grok tushmoqda. Grok ham bu yerda o'lishi mumkin. Va navbatdagi kill Grokdan. Demak, to'g'ri o'yin starti tenglikda boshlandi. Iritialdan Obsidianga nisbatan hujumga o'tilmoqda. Obsidian o'lishi mumkin. Qochgani ma'qul. Ha, qochdi, bashnagacha chekinmoqda. O'yinning 3-daqiqasi farmda 1k примерно farq bor. All-Star jamoasi foydasiga. Ammo kill borsa bu yerda tenglik, bu yerda Angela Iritialni qutqarib qoldi. O'lishiga ozgina qo'ygandim. Va u hujumni boshladi. Demak, Joydan hujum bu yerda Obsidian qochib ketib, Joy o'zi turib qolishi mumkin. Yo'q, ha, Joy o'ldirilmoqda Iritial tomonidan. Gatotgacha navbatdagi killni amalga oshirdi. Mumkin, ammo uni Fasha amalga oshirildi. Grok bu yerda o'ldirilmoqda. Xo'p, 6 tur hozircha. Demak, Esmeraldadan hujum navbatga hujum bo'lishi mumkin. Yo'q, hujum o'xshamadi. Qochgan ma'qul. Unga Angela xalaqit berdi. Bu yerda yana hujum davom etmoqda. Ultimate bermoqda. Fovisning yakka o'zi va hujumda davom etmoqda. Angela unga yordam berishga keldi ultimate bilan. Demak, Esmeraldaga hujum bo'ladi. Yo'q, ular chekinishmoqda. Demak, Grok ham ularga podдержка berishga yetib keldi. Fovis Lancelotga hujum qilishga kirishdi, ammo o'xshamadi. Angela Esmeraldaga hujum bo'ladi. Bu yerda Esmeraldaga hujum bo'ldi va Iritial tomonidan Esmeralda o'ldirilmoqda. Gatotgacha ham o'ldirishi mumkin bu yerda va yana bir kill Iritial tomonidan.
Fashidan ultimate qoch kerak xato qildi u demaydi. Yurchildi navbatdagi kill bu yerda mayna ko'ramizmi deyman. Lancelot hujum o'tdi. Yo'q. Angela killni chop ketyapti. Manyak o'xshamadi. 600 aktiv va ikkinchi keri paxa. Alhamdulillah jamoasi tomonidan olinyapti. Bu yerda esa Obsidian vaqtdan foydalanib boshdan vurishga kirishmoqda. Endi Obsidian qochish kerak unga nisbatan. Ikkita giroy yetib kelyapti. Qoch Obsidian. Va u qocha oladi. O'yin shiddatli va ajoyib o'tdi. Startdan zo'r bo'ldi. Navbatdagi o'yinlar ham zo'r o'tdi. Bu yerda Esmeraldadan hujum bo'ladi Iritelga nisbatan va Iritel qochib ketadi. O'yin davomi ham zo'r ketyapti albatta. Aytganimdek, kuchsiz jamoani o'zi yo'q. Hamma jamoa kuchli va hammasi zo'r o'ynayotgani uchun noto'g'ri ultimate va boshdan kirib ketdi va o'lishi mumkin bu yerda. Qochish kerak. Lancelot navbatdagi kill Angela o'ldirilmoqda, o'z Grok esa Esmeralda tomonidan o'ldirildi. Joyek esa yakunda Lancelotni o'ldirib ketdi. Farmda deyarli farq yo'q. Killda bitta kill bilan alhamdulillah jamoasi oldinda. Hozircha bitta bashna buzilgan. Brewer bo'ldi. Bashna buzishlar hisobi bo'yicha 23-cherepaxa chiqishiga esa 5 soniya vaqt qilyapti. Bu yerda Esmeraldaga hujum boshlandi. Angela hamda Fovi gatirkichidan ultimate va ultimate'ga kim tushmadi bu yerda Esmeralda qochish kerak. Bu kim bo'ldi? Gatirkichi Joy tomonidan o'ldirildi. Esmeralda ham 3-kill. Bashi o'ldirilmoqda, Obsidian o'ldirildi. Lancelot yolg'iz qoldi. 3-cherepaxa esa qizillar tomonidan olinmoqda. Bevishya. Lancelotga hujum qochish kerak va qochib oladi. Joydan hujum va navbatdagi kill Joy tomonidan. Pasha yetib kelmoqda. Afsuski middagi boshni buziladi. Joydan yana bir hujum bo'lyapti. Pashaga nisbatan yo'q, orqaga qaytgan ma'qul. Yo'q, middagi boshni buzilmadi. Krepli yetmay qoldi. Voy, Pasha o'ldirib ketdi bu yerda. Joy tomonidan ko'rmay qoldim buni. Grok esa middagi boshni buzishga ulgurdi. Demak, hali Lord chiqishiga 80 soniya vaqt bor. 8:15 farmda qizillar o'tib ketishdi. Iritel tomonidan optik liniyasidagi bashna ham buzilmoqda. Esmeralda ko'zda turganida uni Grok ko'rib qoldi. Bu yerda Joy esa Lancelotga hujum qildi. Endi Lancelot qochish kerak, qocha oladimi? Yo'q, afsuski Angela o'ldirdi. Esmeraldadan hujum, Grokdan ultimate va Pashadan ultimate berilmoqda. Galaktiyadan ultimate va Grokda kirmoqda. Angela ultimate bilan Fovisga berdi va endi bu yerda hujum qilishi kerak edi menimcha, lekin ular qaytishdi. Love etib yonib puff etib o'chgandek bo'lib qoldi. Xo'sh, demak. Yuritel navbatdagi boshni buzmoqda bu yerda.
Voy, men ko'rmay qoldim. Bu yerda esa Joy uji Lancelotni o'ldirib ketib, birinchi lord esa o'yinda. Pashadan ultimate berildi. Irichel esa oyog'ini qo'lga olib qochdi va lordni urishni boshlamoqda. Birinchi lord qizlar tomonidan olinadigan ko'rinadi. Ha, Angela Lordni olmoqda. O'yinni 10-daqiqasida hozircha eng ko'p farm Joy'da. Demak, hujum bo'layotgani Joy o'ldirildi, Gatkichdan ultimate berildi va Obsidian o'ldirilmoqda bu yerda. Esmeralda hamda Gatkichdan va Lancelot ham o'ldirilmoqda. Fasha bu yerda qocha olmasa kerak. Ancha Fashaga nisbatan hujum bo'lyapti. Yo'q, o'zi qochib ketishga ulgurdi. Yaxshi. Ammo bu jamoasini qutqarib qolish uchun yetarli meni o'ylashimcha, chunki jamoadoshlari hozir ko'rinish beradi. Demak, Lord Arkliniasdan yetib keldi Fasha foydasiz ultimate berdi men o'ylashimcha. Demak, hujum bu yerda Gatkichga nisbatan bo'lyapti. Esmeralda ham hujumga o'tdi. Gatkicha va Esmeralda bu yerda yolg'iz o'zlari qolib ketishdi, ammo Grok tomonidan Gatkicha o'ldirildi. Fobiz o'ldirmoqda bu yerda Obsidian tomonidan. Middle bashni buzildi bu yerda Obsidian o'ldirildi. Irichel tomonidan. Fasha ham o'ldiriladi. Ikkinchi kill Iricheldan. Demak, tron buzilmoqda. Tron buzilmoqda demak bu yerda qutqarish kerak jamoani. Tron buzilmoqda. Esmeralda o'ldiriladi. Ikkinchi kill manyak berishmasa kerak. Menimcha Lancelotning o'ldirdi. Jamoani qutqarib qo'yishga imkoniyati bormikan? Yo'q, menimcha demak Tron buzishyapti va 1-0. Hozircha qizillar alhamdulillah jamoasi hisobiga ochko yozildi. Hop, All Stars comeback qilish imkoniyati bor. Uni amalga oshirish o'zlarining qo'lida. Hop, navbatdagi o'yinga start beramiz. Kim kiradigan? Baron kiradimi? Brad adashib qoldi. Demak, ikkinchi o'yinimizga start beryapmiz. All Stars bu yerda comeback qilish kerak. Bo'lmasam turnirni tark etadi. Hop, bu safar birinchi ban. Demak, ular alishib olishdi. Alhamdulillah jamoasi bu safar ko'k rangda, All Stars esa qizilda. Demak, yana ko'klardan bu safar kichi ban bo'lyapti yana. Fobiz bu safar ban qilishdi. Gent 00 Sam Arlot ban bo'lyapti. Ko'klar tomonidan Angela ham ban bo'ldi. Birinchi pik ko'klardan Nathan tanlandi. Nathan. Demak, Ritzel tanlanmoqda All Starsdan hamda yana Lancelot. Chuhin hamda Grokman.
Ha, ular yana Grokni tanlashdi. Bu safar Agent 007 kimni oladi? Demak, bu safar Vex'ni olmoqda. Dodges Back esa 3-geroyni ban qiladi. Demak, Joy ban bo'ldi. Navbat ko'klarga, ular ham 3-geroyni ban qilishlari mumkin. Demak, Baxi ban bo'ldi. Demak, optga men o'ylashimcha Uranus. Yi Sun Shin hamda Gatotgacha optga olindi. İlk Rogue o'ynashi mumkin optda. Demak, qizillar Romga Hillsni olishdi. O'yin qattiq bo'ladi lekin. Eslatib o'taman, chorak final o'yinlari yakuniga yetib qoldi. Bundan tashqari ikkita o'yin bor. Futures Head hamda ular raqiblari bo'ladi. Juggernaut jamoasi ular yakshanba kuni o'ynashadi. Qoldirilgan o'yin sifatida. Va ular shu Futures Head yoki Juggernaut o'yinlarida g'alaba qozongan jamoa yarim finalda Neverland 2 jamoasiga qarshi o'yinga tushadi. Bular esa bu o'yinda g'alaba qozongan komanda, ya'ni All Stars yoki Alhamdulillah jamoalari qarama-qarshiligida g'alaba qozongan jamoa ertaga bo'lib o'tadigan Be Careful hamda Neverland jamoalari qarama-qarshilikdagi jamoaga qarshi o'yin olib borishadi. Turnir favoritlaridan biri hisoblangan, biri ikki jamoa ham kuchli. Final oldidagi final deb qaralyapti. Bu yerda Irtiozga nisbatan hujum bo'ldi. Finaldagi final deb qaralayotgan o'yinlardan biri bo'ladi ertaga. Demak, Uranus bu yerda Gatotga hujum bo'lyapti. O'ldirishi mumkin, yo'q. Voy, bu yerda birinchi kill Irtiol o'ldirildi Yi Sun Shin tomonidan. Midga esa hujum Grokka nisbatan hujum bo'lyapti bu yerda. Lancelot Chichin Chuxin o'ldirishi mumkin, yo'q. Chuxin qochib ketdi. Grok ham o'lmadi, ammo birinchi cherepaxa o'yinda. Hillsga nisbatan bu yerda hujum va Grok o'ldirildi. Lancelot tomonidan Hills qolibdi bu yerda. Yaxshi kill, yaxshi hujum. Demak, cherepaxa olishni boshlashdi.
Qizillar Yisun ham shu yerda va Uranus unga hujumga o'tyapti. Uranusdan hujum ko'ramiz, Yisunga qarshi va Gatis hujum unga yordam kelyapti. Lancelot'dan hujum va Yisun o'ldirilmoqda. Lancelot navbatdagi hujum qilyapti. Bu yerda Gatis bilan Grok yolg'iz unga yordam kerak albatta va ular qaytishdi va terpa qolishlari mumkin. Yo'q, Lancelot qaytib ketmasligi. Bu yerda Nathan Iritelga hujumga o'tyapti va kim o'ldirildi? Oho! Yana shunday, yana bundan oldingi o'yinda ko'rgan bo'lsanglar, bir-birlarini o'ldirishgan edi. Bu o'yinda ham xuddi shunday voqea sodir bo'ldi. Yaxshi, bu o'yin startida tenglikni ko'rsatadi albatta. Demak, cherapaqa olishni boshlashdi ikki jamoa ham. Hozir hujum bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, Gatis kuchidan ultimate bermoq, Lancelot ultimate'ga tushdi va Grok o'ldirishi mumkin. Grok hali o'z voy, demak, Grok kill qildi, Helos o'ldirmoqda va Vexan esa cherpaqni olib ketdi. Bu yerda yana kim? Uranusga nisbatan u burchaga tiqilib qoldi. Lancelot ham shu yerda. Demak, Uranus yana kill Grokdan Uranus o'ldirilmoqda. Yaxshi hujum bo'ldi. Ko'klar yaxshi javob zarbasini bera olishdi. Lancelot navbatdagi hujum bo'ldi. Yisunga nisbatan bo'ldi. Yo'q, ammo o'xshamada Yisunga bu yerda hujum tomonidan o'ldirilmoqda va Lancelot qochib ketdi. O'yinning 4-daqiqasi. To'g'ri hisobga start o'yinning ham 4-daqiqasi boshlandi. Hisob ham to'g'ri o'yinda ham 4-daqiqasi, ammo farmda 10 kadam farm qilishdi. Xo'p, demak, o'yin startdi. Lancelotda ko'proq farm deyman. Iritelda ekan, lekin Lancelot yaxshi ketyapti. Hali sapog olmabdi. Hozir Iritelga hujum bo'ladi, demak, ultimate Yisundan va Iritel qochib ketyapti. Nathandan hujum Iritelga nisbatan va Nathan killni amalga oshirdi va bashtamiz shu hozir 3 kishi bo'lib ulgurishmasa kerak. Yo'q, ular ulgurishdi. Demak, ultimate bilan cho'g'in kirib berdi Vexan o'ldirilishi mumkin va Grok tomonidan o'ldirilmoqda. Yo'q, Nathan ekan bu. Nathan tomonidan kill qilinmoqda. O Grok bu yerda Lancelot tomonidan o'ldiriladi albatta va o'zi qochish kerak. Nathandan hujum bo'lyapti bu yerda va Nathan yo'q, ammo Yisun Nathan tomonidan adashib ketdim. Nathan tomonidan navbatdagi kill amalga oshirildi. Bu yerda Chuxin ham o'ldirildi, Lancelot ham nimalar bo'lib ketdim va shimchaqlashib ketdim lekin. Hujum zo'r bo'ldi. Muhimi shu. 8-8 va ikkinchi cherpaqa hozircha qizillar tomonidan olinmoqda. Bu yerda Gatis bilan Grok hamda Chuxin ham shu yerga yetib keldi. Lesting kim bor? Lesting Lancelot yetib kelmoqda. Lancelot cherpaqani oldi demak. Bu yerda Nathanga hujum bo'ladi. Bu yerda o'rtada kimdir qolib ketmoqda. Grok bu Gatis Grok o'ldirildi. Gatis ultimate va Grok ham Gatis o'ldiriladi albatta. Vexan tomonidan Chuxinga hozir hujum. Voy, Nathan ham yetib kelgan ekan, Nathan ham o'ldirilmoqda. Chuxin yolg'iz o'zidan qocha olmasa kerak va tafada qolib ketdi. Lancelot'dan navbatdagi kill 8-12 midiga boshdan buzishga ulgurishsa kerak mana hujum qilishsa. Ham midiga boshdan hujum qilishmoqda. Gatis bilan Groklar hujum qilishni harakat ko'rishgan edi, lekin bu yerda Yisun bitta boshini buzib ketdi. Nathanga bu yerda hujum Lancelot tomonidan Uranusdan qo'shildi va Heals'dan ultimate Grokni xalaqit berdi. Gatis yana midda qolib ketdi. Grokdan ultimate bermoqda. Chuxin ham ularga xalaqit bermoqda. Grok qochish kerak berdi. Grok kill qilindi. Iritel tomonidan o'ldirilmoqda. Uranus qochish kerak Uranusdan. Va Uranus Chuxin tomonidan o'ldirilmoqda. Gatis Lancelot tomonidan o'ldirildi. Yisun esa Vexan o'ldirib qo'ydi. Nathan bu yerda qochib o'tdi va Chuxindan ikkita kill, Iritel ham o'ldirildi. Hujum davom etmoqda. Lancelot esa afsuski xato va o'xshamadi yana. Nathan o'ldirib ketildi.
Hani Chuxini o'ldirilgan bo'lsa kerak, ha Chuxini o'ldirishini ko'rmay qoldim. Grok yetib keldi va u kim o'ldirishi mumkin? Grok hujum qilishi mumkin edi, ammo Lancelot chaqmoqcha qochib ketdi. O'yinning 8-daqiqasiga yetib kelamiz. Demak bu ikkinchi cherepaxa 2ga 2 bashni bushlar hisob bo'yicha farm demak 2 farq, katta farq yo'q. 10ga 17 kill borasida va jamoalarning yig'gan sborkalarini ko'rishingiz mumkin. Hozircha yana Lancelot farmda yuqorilab ketgan. Bu yerda yana hujum, yana talpa bo'lyapti. Navbatdagi cherepaxa uchun jang ketyapti bu yerda. Yesunshin yo'q va Lancelot navbatdagi cherepaxani ham oldi. Hujum davom etmoqda bu yerda. Grokdan kill. Vex'dan o'ldirildi. Uranus'dan bu yerda o'ldirilishini uchta hujum qildi. Lancelot ham yetib keldi. Bu yukun bo'ldi. Gatoketi bu yerda o'ldirishni joni oldiga qolmoqda va Rachel'dan hujum davom etmoqda. Uranus Attan tomonidan o'ldirildi. Navbatdagi kill esa Hills'dan bu Yesunshindan bo'ldi. Nathan esa ikkinchi killda amalga oshirib Hills'ni o'ldirdi. Lancelot ham bu yerda ahvoli tang. Yesunshin tomonidan o'ldirilmoqda. All Stars'ga yaxshi javob bo'ldi. Bundan oldin hujumlar uchun 15-17 osonlikcha kamlik berish maqsadida demak Grokdan hujum va Vex'dan esa Nathan tomonidan o'ldirildi. 16-17 bo'ldi. 26-8 demak Uranusga ham hujum bo'lyapti. Hill's Ultimate. Bu yerda Uranus o'ldirilishi mumkin, ammo Gatoketi yo'q, Ultimate bilan Gatoketi qochib olishga ulgurdi. Yuqorida yo'q, Natanga hujum bo'ldi, Lancelotdan va Nathan o'ldirildi. Hop. Yesunshin ham bu yerda Rachel'ga hujum qilishi aniq. Rachel buni sezgan holda menimcha qochib ketdi. Bu yerda yana hujum, yana talpa boshlamoqda. Hills'dan ultimate berdi. Vex'dan ultimate hech tushmadi. Yesunshin yetib kelarmikan? Yo'q, u kelishni niyati yo'q. Demak, birinchi Lord o'yinga qo'shilibdi. Yana qizillar Lordni olishni boshlagan. Ularga albatta Grok, Chuxin hamda Gatoketilar qarshilik beradi. Nathan yetib keldi va Gatoketi o'ldirilmoqda bu yerda. Uranusdan ultimate va Nathan unga qarshi chiqmoqda. Chuxin qochish kerak. Uy, wow. Ha, yana kill Lancelotdan kill amalga oshirildi. Nathan bu yerda qochib ketdi, Grok bilan birgalikda. Demak, Nathanga nisbatan hujumga amalga oshirishmoqda. Uranus bilan Hills'lar Yesunshin yetib keldi ularga qarshi va Hills o'ldirildi. Nathandan Lancelotdan hujum bo'lishi mumkin edi, ammo hujum o'xshamadi. Oy, alhamdulillah, jamoasi hech niyati yo'q va Vex'dan o'ldirib ketilmoqda bu yerda. Yesunshin tomonidan Lancelotdan navbatdagi Yesunshin ham navbatdagi kill amalga oshirildi va hujum davom etmoqda. Alhamdulillah, jamoasi manyak ko'rmadik. Afsuski manyak bo'lmadi. Yesunshinni manyak ko'ramizmi? Voy, Gatoketi o'ldirib qoldi keldi. Yana kill chopildi. Yana manyak ko'rmadik. Endi Lordni ko'klar chaqqonlik bilan olishyapti. Nathan tomonidan urildi Lord. Demak, Yesunshindan navbatdagi hujum midiga ikkinchi bashdan buzilmoqda, birinchi bashdan buzilmoqda. Chuxin ular Hills'ni qochib qo'yib yubordi. Lancelotdan hujum ketdi. Uranus hujumga qo'shildi. Birinchi Lord pastki liniyadan harakatni boshlagan. 20-20 o'yinning 12-daqiqasida demak midda talpa. Yesunshin o'ldirildi, Gatoketi ultimate va bashnaga kirib ketdi. Bu yerda Rachel navbatdagi kill Hills'ni o'ldirildi. Nathan tomonidan ana manyak ko'rdik.
Irichel'dan bu safar Irichel ming amalga oshirdi. Yuqorida Chuxin qochib ketishga ulgurdi bo'lsam bespashadniy ko'rishimiz mumkin edi. Demak, Cooklar bu yerda boshdan bo'lishga kirishib ketishdi уже middaga ikkinchi boshdan. Albatta bu uchun ammo ular Chuxin qarshilik qiladi. Chuxinga nisbatan hujum bu yerda amalga oshirmoqda. Lancelot tomonidan Chuxin esa qochib ketadi. Bitta hujum bilan o'ldirishi mumkin, ammo ochilmadi ko'rinadi. Demak, jamoadoshlari o'yinga qo'shildi va ular qayta tirilishdi. Yaxshi comeback bo'lyapti hozircha. Balki ko'ramiz. O'yin boshqacha tusab comebackga yo'l qo'yish masalalari ham mumkin. Alhamdulillah jamoasi. Ko'ramiz bu yo'lga nima bo'ladi. O'yinning 13-daqiqasi. Jamoalar hali full emas deyarli, full farmgacha bor. Bu yerda taqdir ko'rishimiz mumkin. Xilton ultimate bu yerga Gatovgacha uchun Vexen o'ldirilmoqda tomonidan. Ammo qo'yin jamoadoshlari qochib ketdi. Vexen bu yerda tekin ovqat bo'lib qoldi. Tekin o'lja. Xo'p, ikkinchi Lordgacha 50 soniyadan kamroq vaqt qoldi. Demak, hujum davom etmoqda. Lancelotning nisbatan hujum amalga oshirilmoqda. Bu panatdan navbatdagi kill Uranus bu yerda Gisunjin o'ldirilmoqda bu yerda Irichel tomonidan. Gatovgacha o'ldirdi. Yana Irichel Nathan'ning ikkinchi boshdan buzmoqda bu yerda Uranusning ahvoli tang va u qochib ketishga ulgurdi. Demak, middaga uchinchi boshdan buzilmoqda. Yana yo'q, Grok ekan. Demak, hujum boshlanmoqda. Ko'klarga nisbatan demak, Heals kirib beryapti. Vexenada ultimate Heals bu yerda o'lib ketishi aniqroq edi, ammo o'lmadi. Irichel Chuxin tomonidan o'ldirilmoqda. Nathan esa navbatdagi killlarni amalga oshirishni boshladi. 3-kill amalga oshirdi. Yo'q, 2ta kill bo'libdi. Nathan bu yerda yaxshi kuchayib ketdi. Irichel bilan birgalikda deyarli mana farmlar teng bo'lsa kerak, yo'q. Afsuski Irichel farmdan ozgina qoldi. Demak, bu yerda Nathan Lancelotdan xato bo'lishi mumkin edi. Yana Cooklar Lorddan votdi. Ikkinchi Lordni ham Gatusgacha esa ularga yordam beryapti. Ikkinchi Lord oldinda bu yerda Grog esa Lancelotni jag'lab turdi. Lancelotga hujum. Bu yerda Xilosol demak, hujum boshlanmoqda. Yana Cooklardan demak Gisunjin o'ldirilmoqda. Iricheldan navbatdagi hujum amalga oshirmoqda. Demak, bosish kerak. Irichel qochish kerak endi. Gatusgacha o'ldiradi. Ultimate berishga ulgurmadi bu yerda. Nathan qochib ketyapti. O'yin esa ularni kontrolga olyapti. Hujumni davom etish kerak. Men o'ylashimcha demak, Chuxin bu yerda yordam berdi jamoadoshlariga va ular tirik qolishda o'yinning 15-daqiqasi, deyarli 16-daqiqasi hujum davom etyapti degan pastda biroz orqaga qaytishdi albatta. Demak, Lord qaytarildi. Navbatdagi Lord bilan o'yinga kimdir yakun yasashi yoki yasashi ehtimoli katta juda ham. Demak, Uranusdan hujum bu yerda yolg'iz qolib ketdi. Chunki demak, Nathan o'ldirmoqda Vexen tomonidan va Uranusni ham o'ldirish Gatusgacha tomonidan o'ldirilmoqda Uranus. Gisunjin yana Irichelning qaqshatqacha o'qlarga tushib qoldi va o'ldi. Gatusgacha Lancelotning qilichlari orasida jon berdi. Lancelot ultimate berolmay qoldi. Grokga qarab qoldi. Chuxindan esa ultimate va midga hujumga ketishyapti. Demak, 3-chi midga boshdan buziladi. Irichel tomonidan bu yerda esa Gatovgacha hujum bu yerda Chuxin o'ldirilmoqda. Grok ham o'ldirilmoqda. Bu yerda yakun bo'lishi mumkin agar kriplar bo'lsa. Demak, bu comeback bo'lishi mumkin. O'yin Grover bilan davom etadi. Demak, All-Star jamoasi osonlikcha taslim bo'lish niyatida emas. Hisob hozircha 1-1. Demak, 3-chi o'yinni boshlaymiz. Bu yaxshi.
O'yin qiziq bo'lgani albatta yaxshi, chunki bu albatta yakuni emas, chunki kambeklar turnirni judayam o'zgacha ko'rsatadi. Kambek albatta o'yinni intrigasini oshirib beradi va ishi boshqacha bo'ladi. Mazax ko'rasizlar bor bu o'yinni ham. Demak, hal qiluvchi o'yin yarim final yo'llanmasini beradigan o'yinni boshlaymiz. Bu safar yana o'ralishda ko'klar bu safar All Stars, qizillar esa alhamdulillah jamoasi. Men o'ylashim cho'qin birinchi bu Bamberlar cho'qinga. Yana bilmadim. Yo'q, Fovis man qilinibdi. Your team is banning. Bular esa Lancelotni bu safar man qilishdi. Your Lancelot team bu safar is banning. Apple bo'lmadi Lancelotni. Endi yo'q, Angelo ekan bu safar. Your team is banning. Mana uchinchisi. Balki cho'qinni man qilishar. Chunki cho'qin ularga ko'proq menimcha qarshilik ko'rsatdi. Iritel bo'lishi mumkin navbatdagi ban. Yo'q, Chichi ekan. Your All team Starsdan is pik. picking. Hop, polfinal ham deyman, Your atantanmoqda team is picking. Ashon tomonidan. Bu safar Baichi Iritelni olarmikan? O'yin ularga bilmadim, lekin men uchun juda ham emotsionalli va ishim super bo'lyapti, to'g'risi. O'yin menga yoqyapti. Demak, Your Romga team is picking. badang olmoqda. U bilan birgalashishga Iritel adiklar geroy alishdi bu yoqda hozir. Demak, Uranus yana tanlamoqda. Ups, all crits tomonidan. Xo'p, navbatdagi pik yana Vex sanam yo'q. Bu safar yana Fashion oldi birinchi o'yinga Your o'xshab. team is picking. Bu safar menimcha Gatotgacha tanlanmasligi mumkin. Ammo ko'ramiz. Bu safar Baxli olyapti. Your team is banning. O 3-chi ban. Qizlar tomonidan bo'ladi birinchisi. Demak, Gatotgacha ban Your team qilinyapti. is banning. Navbatdagi ban esa ko'klar amalga oshirdi va ular Your team is picking. joyni ban qilishdi yana. Xo'sh, bu safar Not Free One tomonidan media yana Fashaga qarshi kim olinadi? Demak, bu Your team sonunda is picking. demak media oxirida olishga qaror qilishdi. Giyson Shin bu safar default tomonidan olmoqda. Hamda yana Your Helos. team is picking. Oy demak. Eve olinishi mumkin. Chunki
Yaxshi kontrol qilib bergan bo'lardi Vozi. Devi midga Kadita olinmoqda. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Demak, hal qiluvchi o'yinimiz boshlandi. Bu o'yinda g'alaba qozongan jamoa keyingi tur yo'llamasini qo'lga kiritadi. Ya'ni bu yarim final. Men boya Kanekini bu Romga oldi deb o'yladim, badangni. Ammo Baxi Romga olinibdi. Demak, birinchi cherpaqagacha 15 soniya vaqt qoldi. Bu yerda Baxiga hujumni birinchi yil amalga oshirishadi Yi Sun Shen. Yaxshi start. U startdan bu yerda badangni yolg'iz o'zi qolib ketdi. Yo'q, Uranusni yolg'iz o'zi qolgan ekan. Ammo u qochib ketdi va bu yerda Yesun shundan hujum Hills jamoadoshlariga yordam keldi. Badanga ultimate xato bo'ldi va Yesun shundan tomonidan kiramas yo'shirdi. Fashadan ham ultimate Baxi o'ldirilmoqda bu yerda. Hayabusa esa ultimate'ga yerda va Kustaqo'ju cherpaqani chopishi mumkin bu yerda. Demak, Kalite esa navbatda kiramas yo'shirdi. Hills o'ldirildi. Yesun shuni esa cherpaqani berib qo'ymadi. Va u Double kill! Kalite'ga o'lib berdi. Hayabusadan ultimate Hero has been slain. yaxshi qochdi Uranusdan. Red team Bashi hero esa bu yerda hero has been Kalitani o'ldirgan bo'lsa, Iritel u uchun qasos olib ketdi. Yana start bir xil tenglik. Jamoalar albatta zo'r boshlashyapti. 3-o'yin ham uje tenglikda boshlandi.
Bu yerda demak, Baksiga hujum amalga oshiriladi. Baksi bu yerda qochish kerak, qocha oladi, Xilsunga hujum qilish davom etmoqda. Fashi tomon o'ldirmoqda. Baksi Red team hero Yuritiyor lan has bu yerda been o'ldirildi. slain. Nathan tomonidan Xilsusa Hayabusa o'ldirib ketdi va oy Nathandan navbatdagi kill Kadita ham o'ldirildi. Red team turret has been destroyed. Va ular bitta bashnani buzib ketishdi. 7-5 Ocha ko'klar oldinda. Demak, ikkinchi yerpaqagacha 10 soniya vaqt qilyapti. Bu yerda Baksiga hujum Hayabusa ham shu yerda ekan. Fasha bu yerda qochish kerak va Fasha Kadita tomon o'ldirildi. Been slain. Hujum davom etmoqda. Ko'rishimiz mumkin. Kadita ham o'ldirilmoqda. Badangdan ultimate berildi. Va voy bitta. Ammo Badangning ultimate o'xshamadi va Yisun Shin tomonidan o'ldirilmoqda. Baksi esa Uranus o'ldirib ketdi. Biz Hayabusadan hujum ko'rishimiz mumkin. Hayabusa bu yerda qochish kerak albatta. Uranus unga uni qo'ylab ketmoqda. Uranus qo'ylashda davom etmoqda. Ha, u qochib ketadi. O'ylashimcha, albatta qochdi. Blue team turret has been O'ylamagan ma'qul destroyed. bu joyda. Blue team has slain the Cherbaqani, turtle. ikkinchi cherbaqani ham Yisun Shin tomonidan olinmoqda. Baksi yana bu yerda tekin o'lja Fashaga Iriteldan hujum bu yerda ko'rishimiz mumkin. Endi Iritel qochib ketish kerak. All Stars'dan yaxshi hujum bo'ldi. Yakun esa qanday bo'lishini o'yin so'ngida bilib olamiz. O boshni buzish bo'yicha 1-1. Unda tenglik, ammo killda tenglik emas. Deyarli 2 barobar ko'p kill qilishgan All Stars. Badang bu yerda yolg'iz qolib ketdi va ushda. O'y, qochib ketish kulgur Badang. Gap yo'q, ammo qocha olmabdi. Fashan ultimatega chiqib, Fashi esa Kadita tomonidan o'ldirildi. Nathan ham o'ldirildi. Yisun Shin esa bu yerda Hayabusani o'ldirish mumkin edi, ammo hamma o'zi Hayabusa ultimate bilan qochib ketishi mumkin edi. U ham. Ammo Yisun Shin uni qo'yib yuborishni xohlamadi. Bu yerda esa Iritel bemalol bashni buzmoqda. Blue team turret has been 2-1. destroyed. Qizilog'ochi ko'proq bashni buzdi. So'nggi 3-chi Cherepaxa esa chiqish arafasida. U uchun albatta kurash bo'ladi hozir. Ikki jamoa a'zolari ham Cherepaxani oldiga yig'ilmoqda. Demak, Hayabusadan hujum ko'rdik. Bu yerda Kadita o'lib ketdi, Yisun Shin tomonidan o'ldirildi. U Baksi ham o'ldirilmoqda. Uranusdan Badangga ultimate berdi. Hayabusadan hujum Yisun Shinga va o'ldirilmoqda. Yaxshi hujum bo'ldi Hayabusa tomonidan. Demak uchun Cherepaxa olinmadi, uning o'rniga esa Lord chiqdi. Hoy, bu yerda esa Natanga nisbatan hujum amalga oshirilmoqda. Demak, Badang tomonidan o'ldirildi. Iritel esa navbatdagi bashni buzmoqda. Badangning ultimate o'qiydi. Ushlab oldi. Xilsuning nisbatan hujum bo'lyapti bu yerda. Yo'q, Chandifo bu yerda esa Hayabusa Lordni olishni boshlagan. Xilus qochish kerak. Baksi o'y berdi, Yisun Shin esa Hayabusani o'ldirib ketib oldi. Lordni chopib ketish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Lordni olib ketdi, ammo o'zi esa Iritel tomonidan o'ldirildi. Jamoasiga albatta foydasi edi.
Xo'p, farmda qizillar yetib olmoqda. Bir kap farm farqi bilan hozircha All Stars oldinda. Lordni esa bu yoqda All Stars ilib ketdi. Lord esa yuqori liniyadan harakatni boshlabdi. Urvansiga 3 ta hujumga o'tishdi. Hujumlar esa Heels tomon tufayli bekor qilinmoqda. Red team turret has been destroyed. Nathan middagi birinchi bashnani buzyapti. Birinchi, ikkinchi o'yinlarda jamoalar ehtiyotkorlik qilmasdan faqat hujum orqasidan hujum mazaqa bir-biri bilan kurashib janglar ostida o'tayotgandi. So'nggi yakuniy o'yin bo'lgani uchun esa jamoalar o'ylanib ehtiyotkorlik bilan xato qilib qo'ymasdan o'yinni amalga oshirishyapti. Bu yerda Urans nisbatan 3 ta hujumga o'tishmoqda va qayerdan ultimate berilmoqda va batanga ham ultimate berdi. U esa Double kill. Natanni olib ketdi. Yo'q, olib ketmadi. Qayerdan olib ketdi? Fashadan ultimate va Irrital hujumni davom etmoqda. Bu yerda Has been slain. Ills ham o'ldirishi mumkin. Voy, bu yerda Baxi xatosi tufayli o'lishi ozgina qolgan edi. Red team hero has been slain. Yeshin esa bu yerda Irritalni olib ketishga ulgurdi. 18 ga 14. Aytganimdek, shu ehtiyotkorlik bilan shoshilmasdan o'yin olib borishmoqda. Yeshin bu yerda Hayabusani o'ldirishga ozgina qolgan edi. Ikkinchi Lord o'yinga qo'shiladi. Ungacha 8 soniyadan kamroq vaqt qoldi va u o'yinga qo'shildi. Demak, o'yinning 12-daqiqasi hozircha farmlar ko'proq Irrital katta farm olgan. Uni orqasidan Yesun shunda ham farm ko'proq. Demak, bu yerda hujum bo'lyapti. Badangdan ultimate. Blue team Yeshin hero has o'ldirildi. been slain. Red Baxi team ham o'ldirilmoqda bu yerda. Urvansiz o'ldirilmoqda. Hoy, Heels ha. Alhamdulillah jamoasidan chiroyli hujum. Va ular ikkinchi Lordni o'zlarini foydasiga hal qilib ketishdi. Hozir Lord chiqadi. Yuqori ili pastga liniyadan Team turret has been destroyed. Ilimitdan bo'lishi ham mumkin ekan. Hayabusani ultimate va u qochib ketdi. Demak, yuqori liniyadan, adikal liniyasidan Lord harakatlanishni boshladi. All Stars himoyada tavakkal qilmasligi kerak men o'ylashimcha. Ular ham tavakkal qilish niyati yo'q. Shunchaki himoyalanib qulay vaqt kutishyapti. Lord demak uchinchi bashnaga yetib keldi va uni buzishga kirishdi.
All Stars osonlikcha uni qaytarib oldi. Bu yerda esa Yesin shuni Erikserga bitta hujumga voy Erikser qochib ketdi. Bu yerda Kaditdi esa Natanni o'ldirib ketdi. Midga hujum bo'ladi. Bu yerda Badangdan ultimate va Hills bilan flash tushdi va Badang esa Yesin tomonidan o'ldirilmoqda. Bu yerda Baksim o'ldirilmoqda. Qaybidan ultimate berilib va Yesin o'ldirib ketdi. Qay bo'lsa bu yerda Kripni qaytarishsa 3-boshdan buzishlar mumkin. Voy, bu yerda Haybuza yosh hujum va 3-boshdan buzib ketish ularida va yuqori liniyadagi 3-boshdan ham buzishmoqda. Kadit tomonidan kelishdan hujum bermoqda va u Fashion o'ldirib ketdi. Va o'zi esa o'ldirildi. Demak, Tron buzilmoqda Kriplar tomonidan. Haybuza esa hujumga o'tdi, ultimate berdi va ultimate foydasiz va o'zi o'lib ketdi. Tekinga bekor ultimate berdi. Qaytish kerak edi. Xo'p, demak 29 ta boshlanuvchi qizillar tomonidan buzilgan. Endi ko'klar bu yerda endi hujumga o'tish vaqti keldimi o'ylashimcha. Demak, hozir Badanga hujumni qilishmoqda. Baksi bilan Badanga hujum qilishdi. Bu yerda Baksi birinchi bo'lib o'ldiriladi albatta. Natan tomonidan yana, demak, ikkinchi boshni buzmoqda endi Natan tomonidan. Vitality hujum qilishni to'xtatmoqda, demak, 3-boshdan buziladi bu yerda. Yo'q, Kaditdan ultimate va Yesin shuni o'ldirmoqda. Yo'q, Kadit o'ldirilmadi hali. Oy. Demak, 3-midagi boshdan buzilmoqda. Ay bo'lsa Tronga hujum bo'ladi bu yerda. Voy, hay bo'lsa turib qoldi, qochib ketdi. Oy! Tron bizni tashladi. Oy, bu yerda alhamdulillah jamoasi katta xatoga yo'l qo'yishdi va All Stars jamoasidan bu yerda comeback amalga oshirilmoqda. Afsuski, lekin All Stars jamoasi ajoyib o'yin ko'rsatdi va ular comebackni uddasidan chiqishmoqda. Demak, ikkinchi pol finalist, yarim finalistimiz aniqlandi. Ular All Stars jamoasi. Demak, ertangi o'yinda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.